Yepti, yondirib berayim sizlarga yepti. Nima qilamiz? Bitta bomba qilib berayim, bomba. Mashalloh. Ana paltarashka, mana paltarashka. Haqiqiy rossiyskiy variantlaridan. Bu voy bitta noyobi bor ekan, mana buni qarang, jonivordi. Akalar, bugun Xudo xolasa siz ko'rmagan, men ko'rmagan, mana birga ko'rib turgan buqalarimizdan Xudo xolasa. Akalar, yonadi bugun dedimmi? Yonadi. Inshaalloh to'g'ri ham yo'q narxi bilan, lekin buqalar arziydi. Mashalloh. Ana buqani qarang aka. Ketdingmi bu yog'iga? Ketdik. Hammaga assalomu alaykum. Sanjarbek Uskadan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning hurmatli aka-ukalar. Endi mashitda tursam. Ha, seshanba. Voy 1-aprel 2025-yil biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oy mahallasidamiz. Ya'niki Abdurahmon akamiz, Ilhomjon akamizni firmalar kelganmiz. Akalar, buqalarning chempionlari kelgan. Nasib bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ladigan umiddamiz videomiz. Bizning Telegram kanalimiz bor, Sanjarbek Uzum nomlangan. O'tib obuna qo'ysanglar, akamizning firma manzil lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Lotin harflarida uzmasdan Sanjarbek Uzi bir raqamni qo'yasiz, bo'ldi. Bu yog'iga yo'l bu yondirish bizdan. Qani bu yoqqa ketdik. 40 bosh buqani hozir sizlarga shunaqangi yondirgan qilib chiqarib beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdurahmon aka. Kelib qoldingizmi? Yaxshimi? Obunachilarga alanganlik salom. Rahmat. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga ham salom deb qolamiz. Molda mana yangi partiyasi Xudo xolasa keldi. Chempion. Zo'rlarida-na, bo'ynlariga ham qattiq e'tibor bering. Qaynaganlari. Mashalloh. Xudo xolasa olgan odam ham mazza qilib boqsin. Eng kichigi mana shu ekan aka. Aha. Eng kichkinasi mana shu ekan. Ko'zini ham ko'ryapsizmi? Haqiqiy Rossiya. O'shani aytyapman-da. Xudo xolasa. Qani bu yoqqa ketdik. Endi sekingina aylantirib Ilhom aka, assalomu alaykum. Keling, so'rashib qo'yaylik aka. Joningiz omonmi? Omonmisiz? Zo'r. Alanganlik salom. Rahmat. Hammani o'tgan hayitlardan bilan tabrik qilamiz. Rahmat. Salom aka. Joningiz sog' bo'lsin. Qani? Albatta, like bosish bepul, bemalol bosasiz. Podlisa qilib o'toqlarga tashab qo'ying. Mana Xudo xolasa bitta kudikdagi o'toqlar shunday bo'lishib olib qo'yadigan buqalar ekan bu yog'iga. Xudo xolasa. Sanjarbek, obunachilaringiz hammasini uyda eng kamida 100 tadan bo'lsin shunaqa. Eng kamida. Yaxshi niyat yarim davlat degani. Sanjarbek aka. Aka. Ajoyib mollar ketdi. Ajoyiblar ketdi. O'zi Gavdalib bo'yni qanab ketgan. hozir bitta ochiq haqiqat aytaymi? Hozir molxonangizga turganda, ichkariga kirganda ko'rganda, bu qanaqa mollar ekan dedim. Tashqariga chiqqandan keyin mollar shunaqangi ko'rindi, sababi ona bo'ynlardan bag'bag'lar osilib qolganda mollar. Rossiya qaysi davlatdan Film. Kelyapmizkidanmi? Dokumentlar hamma yo'q bor-a? Kelgan odam ko'rsatib ko'ramiz. Bo'ldi. Chilayamizkini buqalar. Qani bu yog'iga siz eshitmagan, men gapirmagan gaplar gapiramiz xos. Voy jonivorlar. Ular qarang. Xudo xolasa. Bu buqalarchi, buqalarni 1 soat aylantirib ko'rsatiganda, lekin 1 soat emas, sizga 15 minut yoki 10 minut, 8 minut bo'lsa ham hamma ma'lumotni beramiz. Ketdik ma'lumotlarga. Uni qarang. Ha jonivor. Voy joningdan degan buqani qarang. Buqani mashalloh. Bu dumini ham ko'ryapsizmi? Kalta dumdan-da o'zi. Bilasan bu paroni. Albatta aka. Mana buqani qarang. Sizlar bitta yaqinga olinglar. Ariq bo'yiga ketib qolmasdan. Uni buqalarga qaranglar. Mashalloh. Oo! Akalar, eng kichkinasini bo'yi ham menimcha 1.20. U yog'i 1.35 gacha emas. Siz aslida 1.40lari ham bor. Siz 1.30, 1.35 gacha oling balandini. Lekin 1.30, 1.35 lik mollar juda ham ko'p ekan. Maydasi bitta ikkita shekilli, Abdurahmon aka? Bor, ichida bor. Ikkitami? Shunaqa. Shuni aytyapman-da, pashti ko'rinmayapti ham. Xudo xolasa, mollar qarang aka. O'zi asli soni 40 ta, lekin bir 70-80 ta molga o'xshab ko'rinyapti. Mollar qandaydir nimada? Yo'g'on mollar. Suyagi, ona qarang. Suyagli mol ekan, o'ta baquvvat ekan. Jonivorlar. Haligi besona qoida edi-yu, xuddi shunaqasidan. Yomon katta bo'ladi-da bular. Sanjarbek zotiga o'ta toza-da mollar. O'zidan bog'lab qo'ysiz bo'ladi-da. Simentaliyam. Abdurahmon aka? Ha, bizda ham qiziqish bor-da. Bo'ladi-da. Eng kichik mashina. Boqamiz. Abdurahmon aka, Xudo xolasa mazada dam olasizda. Yepishlar zo'r. Ha, zo'r. Yondiramizmi bugun? Yo'q, arzon qilamiz. Arzon qilamiz. Bo'ldi, bitta. Olgan odam mazza qilsin. Xudo xolasa. Mashalloh. Sanjarbek, aka. bu mol maqtaganimiz bilan baribir yog'i chiqmaydi-da. To'g'ri. Narxini hali obunachilar ko'p kuttirmoqda. Narxini 21 million 500 dan ham mol olamiz ichidan. Nechta?
bir jup olamiz, bir jup. O'zi yo'q olamiz, mayli olamiz. O'shanda 42 million bo'ladimi? 43 bo'ladi, mayli siz 42 ga ham berib yuboramiz. Bo'ldi. Gap 42 ga deng aka. Ketdi 42 Kim million. bo'lsa? Sanjarbek Labbay. oldini keladi 28 million 500 dan olib ketaveradi. 28 million 500 bas aka. 28 million 500 dan Yo'q, unaqa emas. O'zingizga o'xshab gapiring. Mart bo'ling aka. Endi bu qolarni ham ko'ringda, mollar asli 30 ga ham arziydi. To'g'ri, aka 35 ga ham arziydi. Men 29 degani hamchi o'zim gapirolmadim. O'sha obunachilarimiz mazza qilsin deb 28,5 qo'yib beryapman narxini. Molni qarangda, molni korpusiga e'tibor bering. Aka, Mol men har bunaqa bitta qilaylik. mana shu mollar hammasi o'ziga javob beradigan Bir 4 ta tanlab olsa 27 dan bo'ladimi? Ichidanmi? Ha. Ichidan 4 ta bir joyga tanlab olsa 28 dan ketdi. Yo'q, 28 demang. Ilhom aka siz aralashmasangiz bo'lmaydi aka. Yarimdanmi? 27 danmi? Oldin 28 dan tanlab olasan. 4 ta tanlasa 27 dan ketdi. U ana oldin tanlab olsa, bitta olsa ham 28 dan. 4 ta oladigan bo'lsa 27 danmi? 27 dan. 27 danmi? Agar 8 ta olaman desa 27 dan. 6 taga. Keyin qo'lda bering. O ketdi 6 ta zo'r. Ana anaqa bo'ladi. Sanjarbek, Labbay. o'yin qizib ketdi. 10 ta ketdi 26 million 500 ming. Joni sog' bo'lsa, achchiq-machchiq bo'ldimi yo? Baraka. Boshlandi bu yog'iga, xudo. O'ygan odam mazza qilsin. Mashalloh. Endi buzmay turinglar, haqiqiy buqalar men bopigan, ana shu suyak buzuq mollar ekan. Sanjarbek aytganda 4 so'm bo'lib katta buqa bo'ladi, xudo xolasa. Go'sht foiz zo'r beradigan. Menga qoldi degan boy akalarimizgachi? Boy akalarimizga kelishtirib beramiz. Mol sonini aytib qo'ydilarmi? 40 ta. Aytdimi? 40 bosh. 40 bosh. 40 boshni вообще agar bir joyda olsa o'ta mazza qilib yuboradi. Aha. Mol 24 milliondan O'zbekiston bo'ylab yetib boraveradi. Yo'q, 24 dan emas aka. Siz gapingiz bor aka. Ertalab turibdi gap. Mol qo'polligini qarang, qo'polligini qarang. Oylik ko'rma bu qanday Mashalloh. Jonivor. Qaynab qo'ygani handalagi. Arkasini ham top qo'yib moldi. Ha, joningdan. Ko'rdingizmi? Nima turdi? Men sendan chiqib qoldi bu qani ko'rdi. Abdurahmon aka. Ko'rdingizda? Yo'q, 24 dan bas deb turavdingiz. A shunaqa deb turuvdimi? 25 dan qilib beramiz deb turavdingiz-da. Aka 26 dan qilib beramiz. Bizda obunachilar martlar aka. Endi agar rosa pulga ehtiyojingiz bo'lsa tashlab ketaveradi. Nima deyapsiz? 8 tasini 26 dan qilib berasiz. Hammasini ham 26 dan berib ketadigan akalarim bor. Nima deyapsiz aka bu mollar? Sanjarxon, hazil Ova. huzul gap so'zi, lekin To'ppa 24 millionni yetkazib beraman, olgan odam mazza 24 qilsin. emas aka, 24 Biz emas. qo'limiz yengil, xudo xolasa mol olgan odam bari telefon qilib, telefonda gaplashib turibmiz, sotaman Lekin- olaman deb turib, sotganlar kelib olib ketyapti. Xudo xolasa Abdurahmon aka mol taniydigan insonga mana shu mollar bor-da, chempion mollar, xudo xolasa. Xudo xolasa. Nima dedingiz? Ilhom aka, Mollar chempion bitta bo'lib aralashing. O'rtog'ingiz ichcha qattiqlik qilyapti. Azon qilaman deb. Yo, meni sinayapti akam. Nechta pul qo'ydi? 24 qo'ydi bitta joyga. Bitta yengillatiring, u yoqni o'zi. Yarimdan ketdi bir joyga. 23 jarim emas, bitta. Mana ushlab turing. Abdurahmon aka kelingchi. Ikkalamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sanjarbek, Hozir yaxshimisiz? Qaytadi, Bormisiz? siz olib. O'zingiz yaxshimi? Hozir. Sekin. Abdurahmon aka, bitta narx aytaman, xohlang men, xohlang bermang. Shundoqqina Xorazmgulik haqiqiy buqalar chempionlar ekan. Lekin ko'rib maza qildim. 24 danmi? Ha, Ketdi. ketdi 23 dan. Bor aka. Bor aka, 23 puldan? milliondan. 23 dan bitta joyga naq aka 200 talik bor-ku. Beli 200 sinmagandan, beli 200 sinmagan. ming TL. O'shandaqadanda beli sinmagandan tap tashlaydi. Aka sanayotganingiz adashib ketasiz. Sanjarbek, ovoz bizga chiqqanda. biz pul tanlamaymiz. Pulni beraveradi. 5 ming TL ga ham beraveradi, 10 ming TL ga ham beraveradi. Nima dedingiz? Molni olgan odam mazza qilib baraka topsa bo'ldi. 23 dan. Sotaman nima Sanjarbek? Sotdingiz Qo'shib yig'achga? beradi, qo'shib beradi. Aka, irim desak yomon bo'lib qoladi. Shunda u ham siz ham xayriga tushasiz yana. 200 mingdan qo'shib beradi machilikka. Bor aka, Olgan odam mazza qilsin. Lekin mashmolni olgan odam mazza qildi. Abdurahmon aka, O, paltarashka bu. Chempion. Ha? Narxida bo'lib ketdi lekin. albatta. Molni qara. Qara. Yoshi yem bor. Mol tanlamay ko'rsatsangiz ham Lekin akalar bizni gapimizga kirib, mana shu mollarni 23 million 200 ming so'mdan Sanjarbek, mana shu mol 25 millionga yetib boraveradi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab, Buni a? ham ketaligini. Buni ham ketaveradi. Ona qarang jonivor. Bizni gapimizga kirib siz olib qo'ying, gidetasiz. Avgust oylarida bordi, rahmat to'g'rasan shu buqalarga. O'sha paytda yaxshi ham olib qo'yganim, o'rta mollarini. Ikkalamiz ko'rib o'tirganda keyin shat borib olib qo'yganini to'g'rasi. Ko'rdingizmi mana shu molni? Mana buqalar qarang. Molni qarang, mollar hazil huzul Voy mollar. jonivorlar. Ketsin, qayna. Ikkalasini nechi pul? Qayna. Ket. Gapiring. Ikkalasini nechi pul mana, xudo xolasa. Sanjarbek, O'shan Hasan ketdimi? ustolar ikkalasi bir joyda ketdi 55 millionga. 55 milliongami?
Yana bitta boshqatdan gapiring. 27 dan ketdi. Qancha bo'lib ketadi? 50 bo'lib ketadimi? 54. 54 millionga. Aha. Mat kelib qolsa O'zbekiston sizcha hayran qilib berasiz. Nima dedingiz? Qo'lni bering. Hayron 500 ming o'tib ham qo'ydim. Joningiz sog' bo'lsin. O'zing odam mazza qilsin. Ma. Ey! Oy! Sanjarbek lekin. Qo'la yomon ekan. Bunaqa buqa har doim ham kelgani yo'q lekin. Albatta. Borcha qadrlash kerak. Yaxshi buqalar kelib qoldi. Akalar sizlarga to'g'risi ranglar har xil ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Sanjarbek to'qol simentlar o'zi chiqib qoldi. Aha. 26 million yetib boraveradi O'zbekiston bo'ylab. Abdurahmonga nima? Ilhomaga hayda chicha. Chichadi boring. Devor tomonda. Lekin hali xulu mollar emas ekan akalar. Haqiqatan mollar kuchli ekan. Arqoldi kelishgan baquvvat mollar ekan. Bu yog'i sizlarga qoldi xolos. Bu yog'iga bitta harakat qilib, ta'sir etkizib, ma. Ey! Arqada joy bor Sanjarbek, siz orqaga qaytavering. Yaramas. Uni mollar qarang, mashalloh. Lekin endi Abdurahmon aka, Ha Sanjarbek. yo'q, menda hammasigacha pulim yetmayapti. Bir 15 tasini olmoqchiman, lekin tanlab olaman. Kattalarni tanlab olaman desa nima qilamiz? Kattalar ham ketaveradi. Endi ketaveradi, o'shanga pulni nima qilamiz deyapman. 15 ta zo'rini 26 dan olib ketaversin. 26 danmi? 15 ta zo'rini olib ketaversin. Jicha xayr qilib bering aka. O'tib ham beraman Sanjarbek. Ya, ana shu gapingizga Ket. maza qilaman-da aka, mat bo'ling mana shunaqa. 500 mingdan o'tib beraman, ma'qulmi? 500 mingdanmi? 500 mingdan har bittasi. 25 million 500 dan bo'lib ketdi, aksiya bo'lib ketdi-yu. Bu gapingizga ko'ndim Molni lekin. qarang, mollar bari pachka. Bu gapingizga ko'nglim kelib qoldi. Shu nima demoqchi edim hozir? Mollar ko'ribchi, mana karabkalarni ko'rib. Gap ham esimdan chiqib qolyapti, jon aka. Mollar, yo Sanja sen maqtovdasan deyishingiz mumkin. Lekin xolisona o'zingiz fikringizni yozing. Hozirgi holatga, hozirgi narxlarga akalar, mana shundoqqina xolisligingizni bitta yozib qo'yingchi. Mana neobishni nima qilamiz? Ilhom aka? Sotamiz. Narximi? Ha. Bitta ajratib ko'rsatib haqiqatdan. Sanjaxon 27 ga O'zbekiston bo'ylab yetkazib bersam bo'ladimi? Unda siz foyda qilib qolasizda. Mana bu qanaqa. Ket. Ikkalasini olaylik, mana shu ikkalasini. Kakirasi, uni qarang. Bir xil ikkalasi. Govdalari, ko'ryapsizmi? Shu aytyapman-da. Sanjarbek, Ha. Monos pilisroq ekan-a? Ikkalasi bir joy. Nagisi bu. Monos 27 ga balandroq degansiz-ku. Aha. 27,5 ga 26,5 ketdi. Elektr bo'ladi. 27,5 ga 26,5. Aka, mana qilamiz. Abdurahmon aka, Ha Sanjarbek. bitta hoji akam keladi-da, Xudo xolasa. matmisan desa, hadisda to'g'rimi? Aha. Naq 53 million pulim bor. To'g'ri 54 million pulim ham bor, lekin mana o'rtoqlarman kelganman, kechda bizlar choy poy ichib, gaplashib, o'tirib ketamiz. Birinchi o'rinda bugun mol sotish maqsad. 53 millionga sotdim bor baraka. Yet joningiz sog' Odam bo'lsin. mazza qilsin. Mashina Sanjarbek bizga laykni bosib qo'yinglar yamasdan. ana bunaqasiga maza qilaman. Endi mana buqani o'ziga nima qilamiz? Abdurahmon aka? Chempionga. Buqani zo'ri. Ilhom aka o'zingiz bitta yonidan aka shetiga. Aytingchi, O'zini olaman desa, mashmolni o'zini olaman desa. bitta gapiring pul so'ramay. Qayga desa, Qoraqalpoqdami? Aha. Vodiyda qolam 28 ga kirib boradi. 28 gami? Qo'yoq suyug'i. Shuni o'zim. Qo'yoq suyug'i o'sha. Qo'yib Mana ketdi. Yorvordi. Yordammi? Molni haqqi yorvordi. Haqiqatan Ko'rib yorvordi. ham ko'ryapsiz, mol katta Buqani buqa bu. Jonim. Mashalloh. Voy! Lekin ot. buqani buqasi ekan, akalar, haqiqatan buqani buqasi ekan. Sekin hozir ko'rsatib, sumkadan qo'yadaman. Uni qarang, jonivonni. Xullas, akalar, tanlayman desangiz-chi, bitta ajratsangiz, mollar shunaqangi ko'rinyapti. Aka o'zingiz maza qilasiz. Mana qarang. Bitta yurib chiqing. Yur. Uni o'zini qarang. Aka. Va rasizki buqalar boshqa Ilhom aka. Tez effekt so'raganda bu qolardi. O'sha aytaman-da. Orqasini baland. O'sha aytaman-da. Ajratib qo'ymasin. To'rt, mana shu ikkalasi bitta haydoring. Ikkalasi. Abdurahmon aka keling endi aka. Sanjarbek. Keling mana shu yerda bitta kimgadir savobchilik qilaylik aka. Kaklas ikkita olmoqchi-yu, biz ikkalamiz o'shani topib ko'rsatib qo'yapmiz. O'zingdan mazza. Buni qarang, tasodifda-da.
Nima qildik Abdurahmon aka? Moldi Aka narx so'ramay Ilhom akamga o'xshab bitta kelsinchi. bir joyga uzr kelsalar Uzil kelsin. 53 million yetib boradi. 53 gami? Ketdi. 53 emas aka. Aha. 52 ga. Nima dedingiz? Mat bo'ling. O'zi 27 26 bo'ladi. Bering berib oling aka. 53. 52 ga bering aka, mat bo'ling bo'ldi. Olgan odam Zak mazza. joningiz sog' bo'lsin, shunaqa Oling deng. baraka toping. Oo. Siz bu yoqqa keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 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 Kelingchi. Bugun ikkalamiz gaplashaylik. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Siz oylikdan qisishdimi deyman? Hammasini olganga necha pul olasiz? O'zingiz matchilik qo'ying bitta. Necha puldan qo'ydi hammasini o'zi? 23 ming 200 mingdan video joyiga. Qirqdan. Bonus yo'q. Ha? Bering. Nima bo'ldi? Nima qilar? Laxta. Tekis puldan 23 milliondan chiqdi. Indamay qo'yaymi? Indasangiz ham. Yo'q, sheringlar bilsinmi, bilmasmi? Kelib turib agar 23 million 200 million qo'yganman desa, Aha. menga ham qarab turib 23 million baraka qo'yaversin. Indamay, ha? Ha. Pulsiz olib qo'yarasiz. Ha. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'ldi. Ketdimi? Nima bo'lyapti o'y Sanjarbek? Ha? Nima bo'lyapti? Yo'q, Abdurahmon aka biz ukaxonlar o'zimiz maslahatimiz bor edi. Shu gaplashdik. Gapilgan gapga javob beriladi lekin bizda. Yo'q, Ilhom aka biz prosto Olgan odam mazza qilsin. Sizda gapirgan gap bo'ladi-yu. gapirgan gapga javobmi? Gapirgan gap otib yo'q bo'ladi. Liboyni gapini olamiz, ha? Ho, Sanjarbek, Ov. mol bemaslahat sotiladi. Aniqmi? Ha, joningiz bor, ukaxon, joningiz bor. Xullas shunaqa gaplar akalar, lekin chesni gap bo'lyapti bu yerda. Tas ketdi. Agar umuman agar shunda ham aqabaqa bo'lib, yelkangiz aqa urilib, bu yoqqa urilib, ishingiz bitmay qolsa, Abdulla sizga kelsangiz, tas bitiradi-da. Ustingizga yomg'ir yog'dirib qo'ysa ham ishingiz bitiradi. Tasirlatib, xudo xolasa. Abdurahmon aka, xudo xolasa akalarimiz kelishsin, birinchi o'rinda mollar yoqtirishsin. Imkon qadar nechta mol tanlasa ham masjidga olib chiqib ko'rsating aka. Quyoshga. Nima dedingiz? Ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Voy jonivorlar. Dumi kaltdan necha pulga beramiz aka u? O'zinimi? O'zini. O'zini shu molni 28 va 27 million 500 ga yetib boradi. Bitta narsa qilaylik. Hali Abdugul bo'ldi, Abdurahmon aka, Ilhom aka qo'shgan. 28. Ikkalasiga qo'shib olsak. Ikkalasini qo'shib olsangiz Ha. 55 million 500 bo'lar ekan. Bor 55 millionga ketdi. Mat Olgan odam bo'lganingiz uchun Bor joningiz baraka. sog' bo'lsin. Sanjarbek gap lekin boshqa gap arzon bo'ldi. qo'yib yubordi mollarni. Ya xudo xolasa yaxshi Olgan olib aka. qoldi. Olgan olib qoldi. Uni qarang jonivorni. Mashalloh. Uni ikkalasi yurishini qarang endi jonivorlar. Xullas shunaqa gaplar akalar, shoshish kerak, gazni bosish kerak, Sanjarbek, kelish kerak, ishni bitirish kerak, Labbay aka. bizda yana bitta narsa molni bori bitta olami, 10 ta olami bexijolat kelaveradi. Ya, onlayn savdo ham mavjud-a bizda. Xudo xolasa. Ha, boshida aytishimdan chiqib qolibdi. Onlayn savdo ham mavjud. Onlayn savdolar mavjud O'zbekiston bo'ylab mol akalar. yetib boradi. Video bo'yicha molni qabul qilib olaveradi. Xudo xolasa. Jonivor. Voy joningni. Mana semental o'zini necha pulga ketadi? O'zini gapiring. Simentalni o'zi. Realniy mashmolni o'zi, ha? Aha. Ketdi 28 ga. 28 emas aka. Boshqatdan gapiring. Ketdi 27 million 500. 500 ham gapirmang. Mana shu yerda aka, bitta mat bilan ko'ning bo'ldi. Bo'ldi, 27 million. Ya joningiz sog' bo'lsin. 27 million so'mga. qildi. Yo'non qarang. Sherik keldi bunga. Vo, Qo'ng'iram yorvoradigan bu qon. buni qarang aqallarni kelishgan, ikkalasini pochchaligini. Bunisi olmasak ham O'sha narsimi? Nayga sherik qilib olsin, aka to'qol-to'qolga sherik qilib oladi. Qo'ng'irni ko'r. Qo'ng'ir o'ta ham yerga yaqin bo'lib qo'yganda bu pachka orqasini bitta, orqasini bitta. Uni qarang bu. Molni qara. Siz babag'asin, qarang bu. Voy boyo. Anamni qarang, Sanjarbek 55 milliondan emas, ikkovi 54 millionga yetib bordi. Ketdimi? Qoraqalpog'istonga ham ketdi. keskin narx tushib ketyapti. Keskin tushiryapti lekin hali. Qo'li baqoti zo'r bo'lib qoladi. Yer bag'irmon ekan ana, ha? Ilhom Ha aka. jonivor. Xullas shunaqa gaplar akalar. Voy, ana shogird qarang, bitta-bitta ajrab chiqyapti mollarni. Endi qiziq qoldingiz sizmi? Bu. Uni qarang. Mashalloh. Voy, hay, ot ekan lekin. Va Sanjarbek, Nima? kelkin bu yoqqa kel. Ha? Molda bunday arzonni ham ko'rsatay, qarang, ikkita yonma-yon bo'ldi. Aha. Gap isboti bilan. Hop, Bu ikkalasi. bitta Shvet olam, mana bitta limon. Aha. 42 millionga yetib boradi O'zbekiston bo'ylab. Ikkalasi Bir joyga. 42 million so'mga. 42 million. Mana Bo'ldi. sarig'ini ko'zi ko'k. Chig'ir ko'zmi? Bo'ldi, kirosin.
Och, to'smay och, yo'lakka o't, yo'lakka o't. Ichkada olaveramiz. Qo'ying, hamma yoq hozir payxon qilib tashlaysizlar. Abdurahmon aka, sizga rahmat. Charchamang. Sanjarbek xizmatdamiz. Salomat bo'ling aka. Bitta olam, unta olam o'ylanmasdan Iloyim. keladi, xudo xohlasa. Aka aytganingiz Olgan kelsin. odamlar mazza qilsin. Xudo xolasa. Baraka topsin-da, biz baraka topsa xursandmiz. Hurmatli aka-ukalar, hammamiz cho'log'imizga Allohim baraka bersin. Hammamizga shunaqa nasldor bo'ladigan boqishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lekin mol taniydigan insonlar bor-ku. Bitta ish qiling, xudo xolasa, agar imkoningiz bo'lsa, ana shu ot turgan joyingiz bo'lsa, mol olaman deb turgan bo'lsangiz, bitta mana shu mollar bosib qo'ying. Biz gapimizga ko'rib. Aprel, may, iyun, iyul, avgust. 5 oydan keyin rahmat testda sentyabr oyida mana shu mollarni qassobga bermasangiz ismini almashtirib o'raman. To'g'risi. Lekin otamning qo'ygan ismi. Agar boqolsangiz, boqolmasangiz bu molni 2 yildan boqib o'tirasiz. Boqqan insonga 6 oyda bilasizmi mollarni? Pachani chiqaraverasiz. Aka, vo'bshi pachani chiqaraverasiz mollarni. Voy, mashalloh. Ko'rdingizmi aka? Salomat bo'lasiz.